istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam mo'ltirab yonimda yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Unga gap tegadi, men yomon bo'lsam, keyin qanday yashab boshini eksam. Men bormanki mehr kutmas boshqadan. Bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Bugun eng chiroyli gullarni olib, qo'liga berayin ketsin quvonib. Axir yashayapti menga ishonib. Bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim. Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlarim, ko'zlar yuzlardan nur taralgan yaxshilarim. Dilorom onajonim, bugungi tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Barcha farzandlaringiz tomonidan eng chiroyli tilaklarni izhorlar bugun sizga bag'ishlanadi. Musofir davlatda bo'lgan yoki yolg'iz o'g'lingiz, suyanchingiz, sog'ingiz, alohida umid va alohida qizlaringiz tomonidan. Va shu qatorida Dilafruzni bugun chuqur minnatdorchiliklarni va shu qator uzrlarni ham qabul qilasiz. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Samarqandning Shukrona tabriklar agentligi unutilmas lahzalarni bugun faqatgina sizga ulashib qolamiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Onajon bag'ringiz oching, sizga guldan guldasta keldi. Onam sizni qutlamoq uchun Samarqand shonasi keldi. Onam sizni qutlamoq uchun Samarqandning shukronasi keldi. Yuragimda asragan gavhar, duo qilar meni tong sahar. Omon bo'lgin deydi har safar, mening duogo'y onajonim. Mehringizni aslo cheki yo'q, yonimda siz onam, ko'nglim to'q. Ko'zlaringiz yonar misli cho'g', xasta bo'lmang jon onajonim. Onajon bag'ringiz oching, sizga guldan guldasta keldi. Onam sizni qutlamoq uchun Samarqand shukronasi keldi. Onajon bag'ringiz oching, onam sizni qutlamoq uchun Samarqand shukronasi keldi.
mahkam hech kimsadan bo'lmaslar ekan orzu qilay yuring sizni ham musht barimjon onajonim farzandiga jonini bergan nabiram deb yuragi yongan Alloh noyob mehrni bilgan mehribonsiz onajonim onajon bag'ringiz oching sizga guldan guldasta keldi onam sizni qutlamoq uchun Samarqand shukronasi keldi onajon bag'ringiz oching sizga guldan guldasta keldi onam sizni qutlamoq uchun Samarqand shukronasi keldi onajon bag'ringiz oching sizga guldan guldasta keldi onam sizni qutlamoq uchun Samarqand shukronasi keldi onajon bag'ringiz oching sizga guldan guldasta keldi onam sizni qutlamoq uchun Samarqand shukronasi keldi Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlarim, ko'zlari va yuzlaridan nur taralgan yaxshilarim. Alohida assalomu alaykum. Mana shu xonadonning qirolichasi, fayziyu farishtasi, ham otasi yu ham onasi bo'lgandilar. Romayami bugungi ayyomlar bilan muborakbod etamiz deb tashrif buyurganlar. Guldiroz qarsaklarni davomiyligi olam uchun olamiz. Onajonim assalomu alaykum. Yana bir bora bugungi tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringiz va yaqinlaringiz shu yerga tashrif buyurgan jon va jigarlaringiz baxtiga sog' va salomat bo'ling. Va albatta bugun onajonimizni sharofatiga shu yerga yig'ilgan jon va jigarlar, shirindan shakar nabiralar hamma-hammangizga shirin diydor muborak bo'lsin deb qolamiz. Albatta oylarning sultoni bo'lmish Ro'za Ramazon oylari muborak bo'lsin. Mana shunday ulug' kunlarda, ulug' kechalarda barchamizga qilgan ibodatlarimiz, tutayotgan ro'zalaringiz va albatta onadan tug'ilgandek poklanib chiqmoqlik nasibi ro'za aylasin deymiz. Onajonim Samarqandning shukrona tabrigini agentligi bugun qalbingizga unutilmas narsalarni ulash uchun albatta farzandlaringiz tomonidan tashrif buyurib kelayotganmiz. Eng chiroyli tilaklar, dilsonlar ila eng avvalo Lola qizingiz tomonidan. Mani mehribonim, o'zimni yagonam, ham otam, ham onam bu dunyoda borlig'im, quvonchim, bizani shodligimiz albatta ayajonim deb ta'kidlab o'tdilar. Va alohida Laylo qizingiz tomonidan, Yulduz qizingiz tomonidan, Umidjon tomonidan alohida musofirni qaynoqqina salomlarini yubordilar. Va alohida ham erkatoyiman, ham juda ham ko'p ozor beradiganiman deb ta'kidlab o'tgan Dilafruz qizingiz baxtiga ham sog' va salomat bo'ling. Bu mana onam bo'lar qirolicha, bu mana onam bo'lar, mana faqat u bo'lar, mana barincha ko'rar qirolicha, 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 bu mana onam bo'lar qirolicha, bu mana onam bo'lar, mana faqat u bo'lar, mana barincha ko'rar
farzandlaringiz baxtiga doimo sog' va salomat bo'ling. Albatta qizlar bilan suhbatlashganimizda eng chiroyli tilaklarni aytdilar. Musofir davlatda avvalambor Umidjonning tilaklari bor ekan. Ayajonim juda ham qattiq sog'indim. Dunyoyim, quvonchim, shodligim. Ayajon, hali sizni oldingizda juda ham ko'p qarzdorliklarim bor. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Bitta o'g'il bo'lsam ham onajonim hali boshimni ustida ko'tarib yurganim emas-u, lekin qalbimni, yuragimni to'g'rida sizga atalgan tilaklarim, niyatlarim juda ham ko'p. Inshaalloh halolidan yetkazib tursin. Alloh taolo haj umra safarlariga yuborish nasib qilsin onajonim. Yakka boshingiz bilan qancha tuhmatim, qancha alamam, qancha istamam ko'rsangiz ham, qancha qayg'u g'am bo'lsa ham, dunyoni tashvishi yelkangizda bo'lsa ham onajonim doim kulib yurasiz. Doim farzandlarga kulib boqasizki, ona shuncha g'amingiz bilan ham yana bizni o'ylayverasiz deganimizda doim aytgan so'zingiz shu. Bolajonlarim, shodligimni ko'rib shod bo'lsang bo'ldi. Sizlar baxtli bo'lsalaring, men ham baxtliman deb o'z farzandida baxtini ko'rgan onamsiz. Onajonim umringiz uzoq bo'lsin dedilar. Va alohida qizlaringiz ta'kidlab o'tdilarki, ayajon yaxshi ko'ramiz, yaxshi ko'rishimizni ayta olmagan farzandlar bo'lyapmiz. Siz bizni dunyoyimizsiz, ham otamiz, ham onamiz, siz boringizga shukr. Sizning onani bergan Allohga shukrlar qilamiz. Ayajonim, Xudo xolisa siz duo qilishdan tabarruk qo'lingiz charchamasin. Biz farzandlar onajon sizni ko'nglingizni olishdan, yaxshi so'zlar aytib boshimizni ko'tarib yurishdan charchamaymiz. Onajon, nurli farishta. Hammani onasi o'ziga o'xshab aziz, onasi o'ziga muqaddas, o'ziga aziz bo'lar ekan. Lekin bugun shu so'zni ayta olamiz. Hammani onasini yonida kimdir turganda bizni onamiz yakka boshi bilan biz farzandlarni tarbiyalab, ilm berdilar, o'rgatdilar. Kimdandir kamdir, kimdandir ko'pdirmiz, lekin bugun shu so'zni ikkilamay ayta olamiz. Ayajon, biz siz bilan boymiz. Siz bilan bu hayotda bormiz. Boringiz uchun rahmat degan farzandlaringiz tomonidan navbatdagi chiroyli guldastalarimizni qabul qilasiz. Marhamat. Hammasi birgalikda. Sizni borligingiz ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Marhamat onajoningizdan to'g'ri tabriklab qo'yishlaringiz mumkin. Hammasi sizni borligingiz ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Barcha farzandlaringiz, kelinlaringiz, nabiralaringiz vaqtiga sog' va salomat bo'ling albatta. Albatta, endigi so'z navbatda chiroyli tilaklarni Dilafruzning qalbida yotgan bir chiroyli so'zlari bor ekanda, ayajonim juda ham qattiq yaxshi ko'raman dedilar. Qanday so'zlar bilan xursand qilsam bo'ladi degan gapimga o'zi yemay yedirgan, o'zi kiymay kiydirgan onam bizga dunyoni berdilar desam adashmagan bo'laman dedilar. Qanaqa qilib dunyo bera oldilar? Nimani dunyo deb bilasan degan so'zimga shu so'zlarni aytdilarki, butun yorug' dunyoni ko'rishga sababchi qildilar. Boringlarga shukr. Yorug' dunyoni ko'rdik. Mana shu kunni ko'rishga musharraf aylaganlari uchun rahmat. Onam butun dunyoni berdi. Farzand bo'lib, qiz bo'lib bera olganim onamga sochlariga oq tushirish, yuzlariga ajin tushirish, ko'zlaridan nurni olib, qalbiga qayg'u solish bo'lib qoldi. Hayajon, ba'zan bilib, ba'zan bilmasdan juda ko'p marotaba qalbingizni og'ritdim. Bolam deb to'g'ri yo'l ko'rsatsangiz, yo'q, o'zim bilaman, bu emas, bunisi to'g'ri dedim. Har doim qalbimga qarashga, ko'nglimni ko'tarishga harakat qildingiz, lekin men sizni tushunishga harakat qilyapman. Tushunmayapsiz ona degan ekanman. Ayajon, bugun afsuslanyapman shularda. Bilasizmi nega? Chunki siz dunyoga keltirganingizda gapirishni bilmasdim, yurishni bilmasdim, nima to'g'ri-yu nima noto'g'riligini bilmaganimda siz hammasini bilib tushungan onamga ona sen tushunmaysan degan ekanman. Vaqtlar, davrlarda tushunib kelgan volidamga ona tushunmayapsiz derkanman. O'zimiz yurishni bilganda, gapirishni bilganda davron bo'lib ketarkanmizmi bilmadim. Ona tushunmayapsiz deb qalbingizga bergan ozorlarim uchun uzr. Shunday vaqt bo'ldi. Ona sizni xafa qilganim uchun bir og'iz gapirmay qo'yganingizga meni yuragim pora bo'lib ketdi.
dunyosi ostin ustun bo'lsa ham roziman, lekin siz xafa bo'lmang, siz yig'lamang. Alloh sizni joningizni hech ham xasta qilmasin. Baxtimga sog' bo'ling. Siz bu hayot kerak emas ekanligini anglab yetdim. Ayajon, butun dunyoni berishga tayyorman. Poyingizga jonimni to'shab bo'lsa ham onajonim, sizdan jannat qarzim borligini esimdan chiqarmayman. Boringizga shukr degan qizlaringiz, o'g'illaringiz tomonidan navbatdagi tillalarimizni qabul qilasiz. Marhamat. Yoshlik qilib Taqdirimiz sizga rahmat. katta bo'lib qolganman derdim. Qaratman e'tibor berdim. Kechirguvchi onajonimsiz, onajonimsiz, mehribonimsiz, onajonimsiz, jannatim onajonimsiz, onajonimsiz, mehribonimsiz, onajonimsiz, jannatim onajonimsiz. Biror dora havo solmagan, boylik uchun kuyib yonmagan, onalikdan aslo tolmagan, qalbi daryo onajonimsiz, shirin so'zim yetadi sizga, jon bergansiz o'g'lu qizga. Keragingiz bor hali bizga, o'xshashi yo'q onajonimsiz, onajonimsiz, mehribonimsiz, onajonimsiz, jannatim onajonimsiz, onajonimsiz, mehribonimsiz, onajonimsiz, jannatim onajonimsiz. Osmon va falakdan yog'lar bu kecha. Onajonim durlar go'yoki. Farzand bo'lib sizga bera olmadik ona. Turfa gullar poyingizga socholmadik ona. Yulduzlar bugun sochilsin poyingizga. Onajon, siz mehri daryo, onasiz bugun o'xshatdim mehringizni daryolarga. Oqadi-yu aslo tugashnimi, kamayishnimi bilmas mehr ona sizda bor. Takrorlanmas kechalar bo'lar ona. Biz uchun ana shu kecha bu sizni tavallud topgan kechangizdir. Onajon, Allohning bergan har bir kuni biz uchun aziz, lekin sizni tavallud ayyomingiz bu farzandlaringiz uchun katta bayram, katta tantana. Mana shunday kunga yetkazganiga shukr Allohim degan farzandlaringiz tomonidan chiroyli dil misralarimizni qabul qilgaysiz. Marhamat. Onajonim, nurlikina farishtam, boyliklarim duolar, qilmang undan judolar. Hatto qilgum nidolar, onajonim, yana 100 yil yashang. Bo'lsam hamki zolim, bo'lam deysiz baxt iqbolim, duoga boy so'zlari bolim. Onajon, jon onam, yana 100 yil yashang. Nozik shoir ko'nglim uchun, erta yorug' kunim uchun, akam, ukam, opa-singlim uchun, onajon, yana 100 yil yashang. Tilaklarim shudir tunu kun, borligingiz baxtim butun, onasizlik ona aslo bo'lmas butun baxt. Onajon, jon onam, yana 100 yil yashang. Nabiralar baxti uchun, chevaralar ko'rib onajonim, shodliklarga to'lib bir umr ona.
Jon onam, yana 100 yil yashang. Rayhonim aslo so'rmang. Sira ham dardga to'lmang. Jonim, jahonim, onajon, siz aslo kasal bo'lmang. Borsiz Nurafshondir xonim, fayzli uyim ostonam, yagonam, birdonam. Onajon, siz aslo kasal bo'lmang. Ko'rmasam holim xarob. Onajon, boshqalar mehri sarob. Bo'lsam ham shuncha solim bemehr, siz hech qachon kasal bo'lmaydigan farzandlaringiz baxtiga omon bo'ling. Onajonim rahmat sizga, yema yedirdingiz meni. Otajonim rahmat sizga, kiyma kiydirdingiz meni. Onajonim rahmat sizga, boshigaman poyingizga. Otajonim rahmat sizga, shunday baxt berdingiz bizga. Onajonim, farzandlaringiz baxtiga doim sog' va salomat bo'ling. Bo'lay desang jannati, Parvardigor hurmati. Muhammadning ummati, onajoning roziqi. Ursa qonun silagin, tursa o'kin bilagin, uzoq umr tilagin, onajoning rozi qil degan so'zlarga bugun albatta farzandlaringiz kirgan holda eng chiroyli tilaklar va dilso'zlarni navbatda farzandlardan eshitib qolamiz. Marhamat. Eshitmagan kabimiz yo'q, yurak to'la orzular bor. Ayamga qancha nima deydi yaxshi tilaklar aytsam kam. Bu ota bizlar shuncha katta qildi. Boringizga shukr, meni kechiring, xafa qilgan bo'lsam. Sog' bo'linglar, 100 yil yashang. Bolalarim boqishiga, bizlar boshimizga sog' bo'linglar. Rayhanım, kadir şirin canım, hoş gelen, hoş zamanım, balım, alem ey anam, hoş gelen. Assalomu alaykum hammangizga. Xush kelibsizlar hammamni darxonalariga. Ammajon, boshimizda hamisha sog' bo'ling. Sizni yaxshi ko'ramiz biz hammamiz. Kundustu yarım, alem ey anam, bu dünyada kundustu yarım, alem ey anam. Onajon, sizni har doim biz yaxshi ko'ramiz. Hech qachon xafa bo'lmang. Derya, derya anam, mehri muhabbati, dünya, dünya, dünya anam. Baxshimizni silab, umrimizni tilab, duoda har kun qarishdadir go'yo, 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 go'yo anam. Osinjonim, mehribonim, men sizni singlim deganman. Sog' bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang. Mana qora ko'zlarmi, qizlar, yigitlar hammalari bir-biridan yaxshi. Boringizga shukr. Tug'ilgan kunlar yana bir bor qulluq bo'lsin. Bolalaringiz boshiga sog' bo'ling, hamisha boshingiz to'ydan chiqmasin. Sog' bo'lingizlar. Sizlarga ham rahmat bolajonlarim. Ayajon, tug'ilganingiz bilan tabriklayman. Agar nima gunoh qilgan bo'lsa bizdan kechiring, sizdan rozi bo'ling. Tabriklayman. Gullarga to'lsin quchog'im, tabriklar hech bo'lmasin yaqin. Onajonim, jannatimiz yaxshi ko'raman. Mehribonim xursand bo'lsin, ko'zlarida ko'ray uchtun, shodlikdan. Onam, men sizni yaxshi ko'raman, tug'ilgan kuningiz bilan. Qadrdonlar yig'ilgan, jigarjonlar yig'ilgan. Tog'a, tabriklang siz. Eshitdi hamma. Gapir, Umid. Onajon, tug'ilgan kuningiz bilan. Loqada qaytaradi. Tabriklayman, yuzlarga kiring. Nima niyat qilgan bo'lsangiz niyatingizga yeting. Bizlar boshimizga pastdan sog' bo'ling. Men sizni yaxshi ko'raman, onajon.
Qattiq ayt, Assalomu alaykum hammaga. Bularga bilan tabriklayman. Bolalaringizga bosh bo'ling. Bolalaringizni navaralarni qattiq ko'ring ilohim. Biz ham Toshkentdan keldik, hurmatingizni qilib, biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Hammamiz biz opam deysiz. Qadar qo'llaringda beshik uzur, mehring tilg'igan farzanding misur. Jannatni sog'inib kim izingga uzur, duosi muqaddas onasan ayol. Amandan üstün emas sevgilerim, kerek emas obro'y topib yurganlar. Arzimaydi sochların talasiga, kecha kunduz qo'l ushlashib yurganlarim. Onamdan üstün emas sevgilerim, kerek emas obro'y topib yurganlarim. Ayol sizga yaxshi ko'ramiz. Sochlarning talasiga, kecha kunduz yetaklashib yurganlarim. Pochchamda bo'lmaydi. Keling Otabeyga, keling mana. Keling asuştu. Yo'llarda keling. Yurak yutum sizdek ona Kematda. Tabriklaymiz. egasi davlating yo'q ketar hamma tanishlari onamdayin bo'lolmaydi hech bittasi cho'ntaklaring quruq bo'lsa ketar hamma onamdayin bo'lolmaydi hech bittasi onamdan ustun emas sevgilarim kerak emas obro' topib yurganlarim arzimaydi sochlaring talasiga kecha kunduz qo'l ushlashib yurganlarim Onam men sizni tabriklayman. sevganlarim kerak emas obro' topib yurganlarim arzimaydi sochlaring talasiga kecha kunduz yetaklashib yurganlarim Onam men sizni yaxshi ko'raman. Onajonim farzandlaringiz vaqtiga doimo sog' salomat bo'ling. Albatta o'zi hamma nabiraningiz yaxshi ko'rar ekan. Yomon ko'radiganlar menimcha bugun bu yerga tashrif buyurmagan. Umringiz uzoq bo'lsin ayajonim. Dunyolar turguncha turing albatta. Umidjonim vaqtiga alohida sog' salomat bo'ling. Bitta bo'lsa ham 10 ta o'rnini bosadigan o'g'illarni o'rnini bosadigan yigit bor. Sog'indim deb hozir ko'rib turibsiz, gapira olmadi, ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. Yuragimda bir his o'rtaydi ayajon. Qaniydi yo'lim yaqin bo'lsaydi, ko'nglim har on sizni quvsaydi onajon, jonim onam, bugun yomon sog'indim sizni. Ko'zlarimga kelmaydi uyqu, meni qiynaydi bugun ayajon bir ajib tuyg'u. Bilmadim bu sevinchmi yo qayg'u ayajonim. Bugun sizni juda yomon sog'indim. Yolvoraman har tong Allohga, olib tursin mehribonim sizni panohga. Borolmasam yuymang gunohga ayajonim, jonim ayam sizni bugun yomon sog'indim. Tonglar qo'lim ochib duoga, iltijolar qilgum Xudoga. Mehribonim ayajonim, umringizni etsin ziyoda. Ayajon, bugun sizni yomon sog'indim degan Umidjonni baxtiga ham sog' salomat bo'ling. Topganlarim sizniki, qilgan to'yim sizniki, hamma pulim sizniki, o'ynang onam, o'ynang onam, mansab qilib o'ynang onam. Topganlarim sizniki, qilgan to'yim sizniki, hamma pulim sizniki,
onajonim, dunyolar turguncha turay degan Lola qizingizni ham baxtiga alohida sog' salomat bo'ling. Bugun farzandlari qalbidagi jo'shqin bir tilaklar, niyatlar juda ham ko'p. Hech birini aytsak tong otishi mumkin, tun botishi mumkin, lekin tugamaydi. Bog'i eram onamning gullariga yetmaydi. Bolajonim deb boshim silagan qo'llariga yetmaydi. Dunyo boyliklari boshimdan sochilsa gar, onajonim bergan 3-4 so'm pensiyasiga yetmaydi. Olam shoirlari nomimga she'r yozarlar, ammo onam bir og'iz bolalarim tinchmisizlar, bolam omonmisan, Laylo qizim sog'misan degan 2 og'iz shirin so'ziga dunyoning hech bir lazzati yetmaydi degan farzandlar baxtiga omon bo'ling. Xudojon, sadmadar et ilohim. Seni Muhammed dastgir dedi. Kel ilohim dastgir. İlahi makak umraton daroz bachad. Umraton gulbari sabab. İlahi makak subhanam. Az nomi man salam geyeton. Otabekjon ilahim. Ta umrajon budakda. Sağ selamet gardad. Qabran. Baletran. Shoda. Dar guli shimaro. Shmoyi gulkhuzmaro. Donishta darastaston. Yindu nevara hoy man. Gulbarin. Mana en gulbarin duhtaro. Az nomi shimo. Shmoya ilohim guli khundaton gardam. Az nomi hamma kolektifaton sog'u salomat. Allah filan keltirgan holda niyatlarni chuqur qilib o'chamiz. Barcha diyoralarni onajonim yoniga chorlaymiz. Marhamat. Shohmardonjonni ham ertaga tavallud ayyomi ekan. Shuning uchun tortlarni yuzlariga shuvadikmi bugun? 5 yoshga qarshi olar ekan. Inshaalloh solihlardan, qorilardan ota-onasi kutganidek bir ajoyib farzand bo'lsin. Shunday bir buyuk farzand bo'lsinki, ko'rganlar kimni berasi ekan desa, Dilorom opani berasi ekan desin. Inshaalloh. Qadamida qizlar hali man tegaman deb talash bo'lib ketadilar. Bu chiroyligini qaranglar, sochini qaranglar, ko'zini qaranglar, qoshini qaranglar. Eslab qolinglar deb videoga tikka qarab turibdi mana. Umr uzoq bo'lsin deganlar biroz qarsaklarni davom eligini olamiz. Hayotim mashg'ul bo'lgin. Ko'nglimni yoritar kulgin. Sen bilan go'zaldir olam. Baxtimsan jonimsan bolam. Menga Alloh bergan shirin ne'matim. Sen mening jonimsan asal farzandim. Taqdir jonim sengadir o'g'lonim. Dunyoni hadya etay senga o'g'lim. Menga Alloh bergan shirin ne'matim. Bugungi bayram barchalaringizga muborak bo'lsin deymiz. Albatta umringiz uzoq bo'lsin ayjon. Ko'zlaringizda nuri Muhammad, yuzlaringizda tabassum, qalbda iymon. Xonadoningizda fayz va barokat, o'zingizni sog'lik va salomatlik aslo tark etmasligiga alohida shukrona tabriklar agentligi tilakdoshimiz. Bugungi ayyomlaringiz muborak bo'lsin degan holda barcha yaqinlarni chiroyli raqslarga chorlab qolamiz. Marhamat. Boshimdagi toj, kuy alanga yanglar dil xiroj. Baxtu davlat, boshimdagi toj, kuy alanga yanglar dil xiroj. Farishtadek yoyib qirq quloch, davralarda o'ynasin onam. Farishtadek yoyib qirq quloch.
Ko'zimning farishtasi o'zingiz, manoli har bir ekin so'zingiz. Quvonchdan yayrar bugun ko'zingiz, quvonchdan yayrar bugun ko'zingiz. Farzandingiz baxtin ko'ring onam, farzandingiz baxtin ko'ring onam. Onajonim, jonajonim, mehribonim onam, tanda jonim yo'g'i borim har bir onim onam. Onajonim, jonajonim, mehribonim onam, tanda jonim yo'g'i borim har bir onim onam. Siz uchun atalgaydir sho'xchangni qo'y taronam, siz uchun atalgaydir sho'xchangni qo'y taronam. Yuzga kirganimda ham yonimda bo'ling onam, yuzga kirganimda ham yonimda bo'ling onam. Qadamingizda bir gul lolazor, atrofingizga to'lar bolazor. Qadamingizda bir gul lolazor, atrofingizga to'lar bolazor. Dunyolar ko'zlarimga kelsa tor, dunyolar ko'zlarimga kelsa tor. G'am yemayman yonimda onam bor, g'am yemayman yonimda onam bor. Onajonim, jonajonim, mehribonim onam, tanda jonim yo'g'i borim har bir onim onam. Onajonim, jonajonim, mehribonim onam, tanda jonim yo'g'i borim har bir onim onam. Siz uchun atalgaydir sho'xchangni kuy taronam, siz uchun atalgaydir sho'xchangni kuy taronam. Yuzga kirganimda ham yonimda bo'ling onam, yuzga kirganimda ham yonimda bo'ling onam. خوشروی شیرین خندی نبات شیرین لبلبی بالما فی تبان شیرین خوشروی شیرین خندی نبات شیرین لبلبی بالما فی تبان شیرین سیب سیامایش کچکینه قرش من دیوانه قلده بو قرش من دیوانه قلده بو قرش خوشروی شیرین خندی نبات شیرین لبلبی بالما فی تبان شیرین خوشروی شیرین خندی نبات شیرین لبلبی بالما فی تبان شیرین. اینجا شکر کنه خندانی شکر عطری بولی یاری زبانی شکر اینجا شکر کنه خندانی شکر عطری بولی یاری زبانی شکر لبلبی بالما فی تبانی شیرین عطری بولی یاری زبانی شکر عطری بولی یاری زبانی شکر شوی شیرین خندی نبات شیرین لبلبی بالما فی تبان شیرین شوی شیرین خندی نبات شیرین لبلبی بالما فی تبان شیرین. خزن میکنم تو عرض نکنی چقلگنده یونمگه کنه بزنید بکنی دیلم بزند توی و دیلم میزند توی اولو اکم بکش جم بونچه شوی شیرین خندی نبات شیرین لبلبی بالما فی تبان شیرین شوی شیرین خندی نبات شیرین لبلبی بالما فی تبان شیرین سیب سیامایش کچکینه قدش من دیوانه قلده بو قرش من دیوانه قلده بو قرش شوی شیرین خندی نبات شیرین لبلبی بالما فی تبان شیرین شوی شیرین خندی نبات شیرین لبلبی بالما فی تبان شیرین.
yashaylik, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Onajonim dunyolar turib o'tadi. Endigi so'z navbatni men siz o'zingizga bermoqchiman. Farzandlaringizga bo'lgan, yaqinlarga bo'lgan tilaklarni Gulnoz qarsaklaringizdan so'ng eshitamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Hamma yaqinlarim, jigarlarim, bolajonlarim, dadalarning o'rniga dada bo'lib, meni bilim qilmasdan qishloqda obro'yimni ko'targan qizlarim, nevaralarim mana ko'rib o'tiribsizlar. Biri-biridan aytolmayman, shirin bolalarim. Xudoga shukr, Umidjonimga Xudo ilohimgina umrini bersin. Kuch-quvvat berib, nima niyatda ketgan bo'lsa, niyatlariga yetsin. Shu bugun ziyoratga borsam, shu yoqda ziyoratda ham Umidjonni o'g'limi deb shunday bino qildi. Kimligini bilmayman. Ilohim baraka topsin. Umid orqasidan meni orqamdan Umidjon, bolalarim hammasi, kuyovlarim, qizlarim, nevaralarim, kimi qizi, kimi nevarasi desa meni aytsin, mayli. Yaxshiligimni faqat, yomonligimni ham aytsa mayli. Xudoga shukr qilaman, shu 5 ta farzandim, bir ota katta qildim. Bundan keyin qizlarim ham menga o'xshagan bo'lsa, hech qachon ko'zlarida yosh chiqmasin. Nevaralarim hamma vaqt va hamma og'aynilari bilan birgalikda, hamsoyalari bilan birgalikda hamma vaqt quvonchlarda to'lib yursin. Shohmardonimning tug'ilgan kuni ertaga nasib bo'lsa, ilohim qani bo'lsa chaqib prezident bo'laman deydi. Ilohimgina bobosi hokim bo'lgan bo'lsa, bu prezident bo'lsin. Hamma vaqt duo qilaman, o'zi doktor bo'lsin. Bular ma'lum, kim nima xohlasa shuni qilsin-dagin niyatlariga yetsin hammasi. Og'aylarim hammasi sog' salomat bo'lsin. Mana Toshkentdan kelgan jiyanlarim, ukajonlarim, endi xudo bo'lyapman hammasiga. Hammasini shunchalik Üstün emas sevganlari, kerak emas obro'da yurganlari, arzimaydi sochlarining talasiga, kecha kunduz qo'l ushlashib yurganlari. hammasiga rahmat. Shunchalik yaxshi ko'rib, mana shuncha kelib o'tiribdi. Hammasiga rahmat. Shahnoz sizlarni, Shahnoz Mesini shunchalik mendan yaxshi ko'raman. Mendan keyin hamma vaqt ishing omading bo'lsin. Ilam ayajoning, dadajoning boshingga sog' bo'lsin. Ayang bilan dadangga ham faqat duo qilaman. Avvalasi odam onasi bo'lsin ekan. Hammasidan ham onajonimdan yaxshi odam yo'q ekan. Dada ham kerak, ona ham kerak. Faqat seni sog'lig'ing, ayajoning sog' bo'lsin bolajonim. Hamma vaqt ishlaring omad. Deganing uchun ham rahmat bolajonim. Men bilganim yo'q ularni. Ishlaringizga omad. Aytganini bilganim. Katta rahmat. Sog' bo'linglar, hammalaring birlaringga ming bersin. Sizlar meni hurmat qilib kelibsizlar, xudo sizlarni hurmat qilsin. Ro'za vaqtlari ilohim kim nima niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetsin. Mening niyatlarimga yetay. Kelinimni sog' salomat qo'lga olsin. Boshimizga salomat qiling. Cho'ntaklaring quruq bo'lsa ketar hammayam qurolmaydi hech bittasi. Olamdan ustun emas sevganlari, kerak emas obro'da yurganlari, arzimaydi sochlaring talasiga, kecha kunduz qo'l ushlashib yurganlari. Olamdan ustun emas sevganlari, kerak emas obro'da yurganlari, arzimaydi sochlaring talasiga, kecha kunduz yetaklashib Odamzod umrining mevasi farzand ekan. Yaxshi farzand erur joningga payvand. Farzandim dedingiz, chekdingiz zahmat. Onajonim boringiz uchun ming bora rahmat degan farzandlaringiz baxtiga sog' salomat bo'ling. Shukrona tabriklar agentligining har bir tadbirining yakunida aytar so'zi deydilar, ota bilan onaning yuziga mehr muhabbat bilan boqmoqlik Ka'batullohga qaraganni savobini beradi deyshadi. Inshaalloh mana shunday ulug' savob
hisobdan shu yerdagi hech bir aziz farzandni Allohim ayirmasin deb qolamiz. Shodliklarga ulansin. Baraka yog'dirsin sizlarga Xudoyim xursand va baxtli kunlaringizda. Sizlar uchun har doim Shuhroda kompaniyasi xizmatingizda bo'lsin. Albatta ana shunday go'zal onlarni tarix samarxalariga muhrlash uchun barchani chiroyli fotosessiyalarga onajonimiz bilan birgalikda chorlab qolamiz. Qayta shirin diydor barchangiz bilan nasib ro'z oylagunigacha hammangiz Allohning panohida bo'lishligingizga chin qalbdan shukrona tabriklar agentligi tilakdoshmiz. Sog' va salomat bo'linglar.